Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank tashabbusiga asosan Surxondaryo viloyati Angor tumani Qo'shtegan mahallasida 20 ta dehqon xo'jaligida 721-722 konturlarda tashkil etilgan. Bu yerda Pekin navli karam ko'chatlari ekilgan. Maydoni 10 gektar. Uzunligi 800 metr, eniga 120 metrni tashkil etadi. Zamonaviy uslubda ishlar olib borilgan. O'g'itlar va sug'orish ishlari zamonaviy uslubda olib borilgan. Bu Pekin navli karamimiz 90 kunda pishib yetilishi kerak. Pishib yetilish vaqti kelganda ob-havomiz isib ketish natijasida Pekin navli karamimiz gullab ketdi va hosil olib yuqori hosildorlik olish vaqtida yuqori hosildorlik olish imkoni bo'lmadi.